Assalomu alaykum hammaga. Bugun Tillachi Muhiddin kanalida noodatiy kontent bo'ladi. Oyimlar bilan birgalikda Chorsuvdagi va Novzadagi filiallarimiz bilan sizlar bilan birgalikda aylanib ko'rib chiqamiz. Do'konimizda nimalar bor, qanaqa narsalar sotamiz, shular bilan sizlar bilan birgalikda yaqinroqdan tanishib chiqamiz. Hozir biz Toshkentning yuragi bo'lgan Chorsu bozoridamiz. Biz o'zi ish faoliyatimizni birinchi bo'lib Chorsu bozoridan boshlaganmiz. Birinchi do'konimiz ham shu yerda bo'lgan. Onamlar o'zlari Chorsuda ishlab tillachilikni boshlaganlar va hozirgi Gold Centerda ham bizning do'konimiz bor. Sizlar bilan birgalikda hozir do'konimizni obzor qilamiz. Onamlar o'zi bu sohada ancha yildan beri ishlaydi. Menga 10 yil bo'lgan bo'lsa, tilla sohasida ishlayotganimga, ona sizga necha yil bo'lgan? Taxminan 25 yilcha bo'lib qoldi. 25 yil. Nechinchi yildan boshlagan bo'lasiz o'shanda? Shunda 2007lardan boshlanganda. 2007-yildan beri onamlar tilla sohasida ishlaydi. Mani glavniy ustozlarimdan biri bu onamlar bo'ladilar. Bu sohani onamlardan o'rganganman. Shu o'qinga e'tibor bermaymiz. Biz shu odam qaynab turgan Gold Center ichiga kirdi. O'zi onamlar 25 yil bo'lgan bo'lsa, bu sohada ishlayotganlariga, lekin 25 yildan oldin ham bizning o'zi qarindoshlarimiz hammasi mana shu tilla sohasida ishlashadi. Qonimizda shu tilla sohasida ishlash bor desak ham bo'ladi. Do'konimizga ham kirib oldi. Endi sizlar bilan birgalikda obzor qilamiz. Biz faqat tilla sotmaymiz. Agar sizlarni taqilmayotgan eski tillalar bo'lsa, ularni olib kelib, bizga sotib, yangisiga almashtirib ketsanglar bo'ladi. Do'konimizning birinchi boshlanish qismi mana skupka. Bu yerda o'zimning akam, alokam ishlaydi. Kelsanglar, sizlarni eski tillalarni olib qolib, yangi modeldagi tillalarga almashtirib beradilar. Bugun 28-iyun. Bugungi kun narxini sizlarga aytib o'tamiz. Bugun tillani aka necha puldan olamiz? 585 probani. 585 probani 910 ming so'mdan boshlab qoldi. 1 grammini. 1 grammini. 910 mingdan boshlanadi. Bu degani taqilmayotgan lom tillalar bo'lsa, shunaqa narxdan olamiz. Agar sizning tillalaringiz hozirgi kundagi modeldagi, yangi modellar bo'ladigan bo'lsa, ularni 1 million so'mgacha ham ko'rib turib, holatiga qarab turib, akam hisoblab beradilar. Bularga sotganinglardan keyin bu yoqdagi tillalarimizdan o'zingizlarga tanlab almashtirib olib ketsanglar ham bo'ladi. Endi bo'lsa do'konimizdagi tillalarning obzorini boshlaymiz. Onamlarning tajribalaridan kelib chiqib so'raymiz. Onamlar sizlarga ko'rsatadilar. Ona hozirgi kunda to'ylar ko'p, shularga mos keladigan kelinlarga qanaqa modeldagi uzullarni tavsiya qilasiz? Qaynanalar kelinimga olib qo'yaman deb, shu to'yda beraman deb men bu to'y svitdan mana modelimizni. Yanachi. Hop, yana bulgari olsa bo'ladi. Bulgari ham chiroyli model. Patroq model xohlasanglar, mana bulgarini olib taqsanglar ham. narsa. Har kunligiga hech nima qilmaydigan uzuli. Mana uzugimiz ham chiroyli. Clever. Xullas, ko'rib turganingizdek, uzuvlarimizdan assortiment ko'p. Hamma brendiy yangi chiqqan modellarni bu yoqdagi joyimizga kelib, topib olib ketsanglar bo'ladi. Va bulardan tashqari komplektlar so'raganlar uchun ham banklift tavsiya qilamizmi? Bankliftimiz bor. Hozir yoshlar shunaqa narsalarni xohlashyapti. Va Tiffany modelimiz mana kelinlarga juda ham mos keladigan brendiy komplektlar hisoblanadi. Agar sizga brendiy emas, anaqa gulli, sal boshqacharoq modeldagi komplektlar kerak bo'lsa ham, bularni ham har xil assortimentda kelib topib olib ketsangiz bo'ladi. Va keyingi vitrinamizda ko'rsanglar bo'ladi. Kichkina qizlar uchun detskiy zreylarimiz. Bulardan ham assortimentlar ko'p, har xillarini olib kelib qo'yganmiz va endi 40 yosh atrofidagilarga qanaqa yumshoq brasletlarni tavsiya qilamiz. Endi siz ko'rsating ularni. Hop, hozir mana trendda Chanel brasletimiz. Sizni qo'lingizga qo'yib ko'rsatamiz. Siz nomlarini ayting. Ularga ham buni ko'rsatib o'tamiz. Chanel brasletimiz va ikkinchi variantgacha. Ikkinchi variantga mana Christian Dior ham chiroyli model. Onamlar har doim mana baquvvat, quyma narsalarni tavsiya qiladilar ko'pchiligiga, chunki o'zlariga ham shunaqa tillalar yoqadi, to'g'rimi? Shuning uchun sizlarga ham shu quyma bo'lgan va har kunligiga taqib yurishingiz uchun mos keladigan tillalarni ko'rsatamiz. Qo'lingizga ko'rsatgan modellarimizni bitta qo'yib ko'rsataylik. Mabodo olmoqchi bo'lgan odamlarga ham shularni ko'rib, bemalol kelib olib ketsanglar bo'ladi. Va bulardan tashqari modadan qolmaydigan Chanelni ko'rsatamiz. Yana bitta boshqacharoq shaklda to'qilgan Chanelimiz, bu yoqda Shapard brasletimiz. Ko'rib turganingizdek, hozirgi kunda bular eng hadovoy sotiladigan brasletlar, bularni kelib katta assortimentda o'zingizga to'g'ri keladigan grammlarini topib olib ketsanglar bo'ladi. Va bulardan tashqari, agar siz olib izlayman, tashab qo'yaman deyotgan bo'lsangiz, mana slitkalarni ham 4-9 probaligini do'konimizdan har xil grammlarini topib olib ketsangiz bo'ladi.
Va eng qiziq joyi, hozir ko'rsatgan tillalarimni grammi $85 arzon narxdan kelib olib ketsanglar bo'ladi. Aynan siz har kunligi taqib yurish uchun va doimiy shunaqa arzon tillalarni olib yig'ib qo'ymoqchi bo'lsangiz ham, Chorsuzdagi do'konimizga kelsangiz, bu yerda arzon tillalarimizning assortimenti juda ham ko'p. Aytib o'tganimdek, grammini $85 dan olib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingi vitrinamizda bu yerda ko'rib turganingizdek, podveskalarimiz. Podveskalardan yangi chiqqan modelni, mana Carter Clash modeli. Va bulardan tashqari Van Cleef'ni bilasizlar, modadan qolmaydi va juda hozirgi kunda talab juda ham ko'p desak ham bo'ladi bu Van Cleef'larga. Van Cleef'ni bittaligi, ikkitaligi, beshtaligi, xullas gullarini har xillaridan bor. Suzma sipochkalar, mana yosh kattalar uchun, Chanel. yosh kattalar uchun emas, endi anu Hamma yoshga yosh kattalar ketaveradi. olganligi uchun shunaqa deb aytamiz. Nu yoshlar ham olib taqishsa bo'ladi. Chanellarimiz. Bu vitrinamizda sipochkalarimiz. Sipochkalarni o'zingiz tushuntirib berasizmi? Tushuntirib beraman. Men bu 18 yoshdan boshlab 40 yoshgacha taqsa bo'ladi, kundalik taqiladigan narsalar. Bularni shu 40 yoshdan buyog'idagi ayollarimizga tavsiya qilamiz. Yosh kattalar Yosh uchun kattalar yoki uchun. ko'rimi kattaroq, o'tga betga taqaman deganlar uchun qalin variantlarimizni mana ko'rib turganingizdek pastda bu yerda Versace, Tiffany, Chanel, suzma brasletlarni o'rtasi qalin, xullas har xillaridan bor. Shunaqa hamma o'zidan kelib chiqib, kimdir qalin taqqisi keladi, kimdir nejniroq taqqisi keladi. Shularni tavsiya qilamiz. Nejniroq taqmoqchi bo'lganlar uchun mana tepa qatordagi sipochkalarimizni ko'rsanglar bo'ladi. Va bizani do'konda faqat tilla emas, agar sizga tilla qimmatli qilayotgan bo'lsa, arzonroq narxda sovg'a qidirib yurgan bo'lsangiz, bizani do'konda kumush izdelarni ham topib olib ketsangiz bo'ladi. Bu ko'rsatgan tillalarimni hammasini bitta-bitta ko'rsatadigan bo'lsam, videomiz cho'zilib ketadi. Shuning uchun siz alohida bitta-bitta ko'rib, grammi, narxi necha pulligini va to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga mana qo'shilib olishingizni tavsiya qilaman. Bu yerda ko'rib turganingizdek, har bitta narsamizning mana rasmi, tegida grammlari, 1 grammi necha puldan sotilayotganligi haqida biz joylab boramiz. Bu yerdan ko'rib turib, siz o'zingizga to'g'ri keladigan, ma'qul keladiganini shu yerdagi izdelarimizni ko'rib xarid qilib olsangiz bo'ladi. Telegram kanalimizga ulanish uchun videoni tagida silka qoldiramiz. Kirib ulanib olsangiz, shunaqa arzon narxdagi tillalarimizni birinchilardan bo'lib xarid qila olasiz. Chorsuvdagi do'konimizning manzilini tushuntirib o'taman. Bozorga, Cho'pon bozori yoki Gul bozordan kirganingizda mana katta qilib qurilgan Gold Center ko'rasizlar. Glavniy eshigi mana mana shu ko'rib turgan eshiginglar. Bu eshikdan kirasizlar do'konimizga kelish uchun. Glavniy eshigidan kirganinglardan keyin bizning do'konimizni mana shu 10 qo'lingizda katta qilib mana Tillachi Muhiddin deb yozilgan va bu Gold Centerga ikkita eshikdan kirsanglar bo'ladi. Tepada Beshiy bozordan kirganingizda ikkita eskalator bor. O'tdan shu ikkinchi eskalatordan tushganingizda chap qo'lda mana Tillachi do'konimizga keladi. Endi biz ikkinchi do'konimizga Novzaga yo'l oldik. U yerdagi assortimentlarimizni Chorsuvdagidan va boshqa narsalarimiz bor. Agar videomiz qiziq bo'layotgan bo'lsa, yoqayotgan bo'lsa, bitta like bosib, oxirigacha kuzatib boring. Novzadagi assortimentlarimizni ko'rib boramiz. Chorsuvdagi joyimizni ko'rdinglar. Bu do'konimizni ochishimizdan oldin onamlar birinchi bo'lib nechta vitrinadan boshlagansiz ona? Bitta vitrinadan boshlaganman. 2007-yilda boshlaganingizda bitta vitrina bo'lgan. Bitta vitrina bo'lgan. Ancha ishladingiz, lekin bitta vitrina, keyin ikkita qildingiz. Keyin ikkita qildim, keyin Allohning izni bilan sizlar yonimga kirdinglar. Keyin ish qilib yonimda. Keyin sekin-sekin kattalashish boshladi. Bizni o'sha payt men o'zi boshqa ish qilib yurganimda onamlar "Ke, men senga shu sohani o'rgataman" deb yo'llariga tortganlar onam. O'sha payt men kelganimda ikkita vitrina bo'lardi. U yoqda menga sekin-sekinlik bilan odamlar bilan gaplashish, savdo sotuvni va bu sohani nimalariga e'tibor berish kerak, qanaqa ishlash kerak, shular haqida ancha-muncha narsani menga o'rgatganlar va shu o'rgatgan narsalarini men hozir amalda qo'llab davom ettiryapmiz. O'sha birinchi bo'lib ikkita vitrinadan boshlangan do'kon hozirgi kunda mana ikkita katta do'konimiz bo'ldi. Ikkita vitrinadan keyin ikkita do'kon bo'ldi demoqchiman-da. Va ko'proq e'tibor berish kerak bo'lgan narsalar ham o'zi aytasiz-ku, nimalarga e'tibor bergan yaxshi bu sohada ona? Mana o'zingiz tavsiya qiladigan sohada o'rgatgan narsalaringizdan nimadir bo'lishi? Shu gapim bolam birinchi o'rinda halollik, keyin shu muomalani chiroyli qilish, kelgan insonlarga chiroyli muomalalarni qilib, keyin bu tillani sohasini ularga o'zingga nimani yoqtirib xohlasang shuni
tavsiya qilish, Odamlarga siz nima xohlasangiz o'zing nimani yoqtirsang, shuni ravo ko'rish, shularni ko'proq o'zi ko'p o'rgatganman-da. aytasiz-ku, tilla haq narsani talab qiladi. O'zi hamma sohada ham shunaqa, tillada juda ham ehtiyot bo'lish kerak, halol bo'lish kerak. To'g'ri ishlansa, bu yuqadigan kasb, yaxshi bo'ladi va rivojlanadi. Bu narsani o'zi ko'p o'rgatgansiz. Dodeylar o'rgatganlar o'zi tegida. Shunaqa o'sha aytib o'tganimdek, o'zi onamlarni ukalari ham, hamma ko'p qarindoshlarimiz o'zi tillachi. Onamlar ham shu boshlanish tilla sohasini o'zi boshlanishi ham shu ukalaringizdan, shular bilan birga ishlab, Tog'alaring sababchi bo'lib bu narsalarni boshlaganmiz va hozirgi kunda shu ikkita do'konimiz bor. Birinchi bo'lib o'zi Chorsu bozoridan ish boshlaganmiz va undan keyin o'sha ikkita vitrinadan keyin onamlardan men tajriba o'rganib turib, bu yoqdagi Nozadagi joyimizni, katta do'konimizni olib, bu yoqda ish boshladik. Onamlarni Chorsudan olib ketdim. Bu yoqqa kelib ishladik. Bir yilga yaqin bu yerda ishlab turib, keyin yana Chorsudan ham ikkinchi filialimizni ochamiz deb, hozir ko'rsatgan do'konimizni ikkinchi filial qilib ochganmiz, shunaqa. Va rivojlanishda, yana do'konlarimizni ko'paytirishda davom etamiz. Mana ko'rib turganingizdek, Nozadagi joyimizga ham keldi. Endi sizlar bilan birgalikda bu do'konimizni ham ko'rib, obzor qilib chiqamiz. Mana biz Nozadagi joyimizga ham kelib oldik. Endi sizlar bilan birgalikda ichkariga kirib ko'ramiz. Ketdi uni. Do'konimizga kiraverishni ham sizlarga tushuntirib o'taman. Bizdan ana yon tomonidan kirganingizda, mana shu o'ng qo'lda tillachi do'konimizni tepasiga katta qilib yozib qo'yganmiz. Yo'llari ham ochiq. Kiraverishingizda skupka zo'litamiz bor. Bu yerda o'rtog'im mana Mirjamol kelsanglar tillaylarni qimmat narxda olib qoladi va boya Chorsuda sizlarga 585 probani narxini aytgan edik. 750, 875 yoki tilla tishlar bor, 916 proba bor. Shularning narxini aytmaganim uchun hozir o'rtog'imdan so'raymiz. Bularning ham narxini bilib olsanglar bo'ladi. 585 ni 910 mingdan oldik, shu 75 dollardan. 750 proba necha pul o'shanda? 1 gramm? 750 so'mda 1.152 ming olib qolamiz. 1.152 ming 750 proba, 875. proba 1.290 ming olib qolamiz. Agar tilla tish bo'ladigan bo'lsa, u 850 proba bo'ladi. 1.290 ming so'mdan 1 gramm. 916 proba bo'lsa 1.405 ming olib qolamiz. 916 proba 1.405 ming so'm. Xullas mana baland proba bo'ladimi yoki brilliantlarmi, oddiy tillarmi, hamma tillaringizni olib kelsangiz, mana shu joyimizda eng qimmat narxlarda olib qolamiz. Endi bo'lsa ichkariga kiramiz. Do'konimizda ko'rib turganingizdek, mana 10 ta vitrina tillalarga to'la. Bu yoqdan yangi tillalarni mana o'zingizlar ko'rib, katta assortimentda topib olib ketsanglar bo'ladi. Bizning do'kondan 3 xil mahsulotni olsanglar bo'ladi. Yangi tillalar, mulk tillalar, bundan tashqari brilliantlarni eng arzon narxdan topib olib ketsanglar bo'ladi. Endi bitta savol berishadi menga, o'zi mulk tilla bilan yangi tillarning nima farqi bor deyshadi, sotib olmaganlar. Shu narsani bitta tushuntirib o'tmoqchiman. Mana ko'rib turganingizdek, ikkalasi ham 585 probadagi tilla. Bunisi yangi, bunisi mulk tilla deymiz. O'zi aslida tillasi ham bir xil, probasi ham bir xil. Nimada farqi deyotgan bo'lsangiz, biz mulk tillarni klientlardan yoki arzonroq olib qolamiz. Skupkada lom narxidan ko'ra izlaylar bo'lganligi uchun lom narxini ustiga ozgina qo'shib turib, buni olib qolamiz. Buni olgan narsamizni mulk tilla deb sotamiz. Buni agar siz arzonligi uchun olib qo'yadigan bo'lsangiz, ozgina vaqt o'tgandan keyin o'zi hamma tillardan foyda ko'riladi, lekin bundan tezroq va ko'proq foyda qilishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun biz mulk tilla deb qo'yganmiz. Bu tillalarimizni klientlardan bir xilli podarkaga olishadi. U podarka yoqmay qolib turib, olib kelib skupkalarga sotishadi-da, o'rniga o'rin yangi o'zligisiga yoqadigan tillarni olishgandan keyin bu podarkaga olishgan tillar ham yangi bo'lganini hisobiga biz arzonroq olamiz va uni mulk tillaga qo'yamiz. Shuning uchun shunaqa olib qolingan narsalar, arzonroq kelgan tillalarni yangi bo'lsa ham, bu yoqdagi tillalarimiz bilan bir xil bo'lsa ham mulk tilla deb arzon narxdan sotamiz. Do'konimizda 10 ta vitrinani hammasini bittama-bitta ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, videomiz cho'zilib ketadi. Shuning uchun men yana eslatib o'tmoqchiman. Bu yoqdagi tillalarimizni assortimentini ko'rib turib xarid qiladigan bo'lsangiz, bizning Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Pastda silkani qoldirganman. Ulanmagan bo'lsangiz, hozir o'zidan kirib, ulanib qo'yadigan bo'lsangiz, biz o'tga shu yerga tillalarimizni narxlari bilan joylab boramiz. Do'konimizdagi 10 ta vitrinada nimalar borligini sizga bitta ko'rsatib o'taman, объемный qilib. Bu yoqda ikkita vitrina uzuvlar qilib qo'yganmiz, yangi modellar. Bu yoqdagi vitrinamizda uzuvzireli 30 xildan oshiq assortiment bor. O'zingizga yoqqanini menimcha bemalol topib olib keta olasiz. Bu yoqda bo'lsa, jo'ski brasletlarimiz, brendiviy, kalsoli zireli.
Yumshoq brasletlarni qarang. Assortimenti juda ham ko'p. To'ldirib qo'yganmiz vitrinani. Bularga moslab sipochkalarini ham mana topib olib ketsangiz bo'ladi. Xilma-xil sipochkalarimiz bor. Xohlasangiz kulolli variantlarni ham qilib beramiz. Boya aytib o'tganimdek, butalarimizni bittama-bitta obzor qilib bera olmayman. Shuning uchun Telegram kanalimizga o'tib oladigan bo'lsanglar, biz hamma assortimentimizni, mana shu do'kondagi bor narsamizni Telegram kanaliga narxlari bilan ochuvchasiga joylab boramiz. O'tga kirib, bemalol onlayn ham xarid qilib olsangiz bo'ladi. Endi bo'lsa, brilliantlarimizga to'xtalib o'tmoqchiman. Brilliantlarimizning obzorini onamlar bilan birgalikda sizlarga ko'rsatamiz. Ona o'zingizga yoqqan 3 ta komplektni ko'rsating. O'zimga yoqqan Salut model. Juda ham chiroyli model, yosh tanlamaydi. Ikkinchi modelimiz Daroshka model. Modelimiz ham Daroshka. Ular hammasi modadan qolmaydigan, yosh tanlamaydigan komplektlar hammasi. Bularning ichiga mana bu uzu bilan brasletimizni ham qo'shmoqchiman. Juda ham chiroyli komplekt. Bular hammasi 750 probada ko'rib turganingizdek, narxlari ham ancha-muncha arzon narxda. Qanchalik arzon deyotgan bo'lsanglar, men sizlarga bitta ko'rsatib o'tmoqchiman. O'zi brilliantli grammga hisoblaganda $250 dan qimmat tushadi, $250-300 dan tushadi 1 grammi. Lekin bizni arzon olishga va ustiga ko'p foyda qo'ymasdan hammaga bemalol narxlar to'g'ri kelishi uchun, ertaga olganingizdan keyin sizga ham sotayotganingizda ziyon bo'lmaydigan ish bo'lishi uchun arzon narxdan taklif qilib ko'rsatmoqchimiz. Bu Salut modelimizda ko'rib turganingizdek, bu 17.73 gram chiqyapti. Ustiga toshlari ko'rsangiz bo'ladi, mana oppoq toshlar qo'yilgan, Bakuda ishlab chiqarilgan. 17.73 gramlik komplektimizni biz $2490 chiqarib qo'yganmiz narxini. Endi buni 17.73 ga bo'ladigan bo'lsa, 1 grammi ko'rib turganingizdek $140 dan tushyapti. Mana shu komplektimizni $2490 ga olsangiz bo'ladi. Bundan tashqari yangi chiqqan model Daroshka, ustilari qora rodiydi. Buni ham sizga bitta hisoblab ko'rsatib beraman. To'g'ri 13 gram chiqyapti, ziraga 685, общий grammi 1098 chiqyapti. Buni narxini $1900 deb belgilab qo'yganmiz. Endi $1900 bo'lamiz. Onu 98 ga. $173 dan mana shu komplektimizni olsangiz bo'ladi. O'zingiz bemalol xohlagan joyingizdan surishtirib ko'ring, solishtirib ko'ring. Qanchalik arzonligini ko'rganingizdan keyin do'konimizga keladigan bo'lsangiz, bularni bemalol toshlarini ham, tillasini ham o'zingiz xohlagan detalini tekshirtirib, yoqtirganingizda shunaqa arzon narxdan olsangiz bo'ladi. Va bulardan tashqari bizda uzuvlarimizdan ham assortiment juda ham ko'p. Bular ham ancha hamyonbop narxlarda chiqadi. Bularni bitta-bitta onamlarning qo'llariga taqib ko'rsatib beraman mana. O'zlari ham ko'rib turganingizdek, o'zimizdagi shu brilliantlardan taqib olganlar. 2 karatli brilliantni ana kuni arzon qo'yuvdim. Yo, buni men o'zim olib qo'yaman. Bunaqa narxga juda ham arzon qo'yib yording deb o'zlari mana shu uzugimizni olib taqib beribdilar. Xo'p, yonidagi ko'rib turgan uzugingiz Daroshka. Buni ustidagi toshlari 380 karat. Tillasi 2286 gram ekan. Bu brilliantimiz Bakuni Bravo degan do'konidan olingan. Buni sizlarga grammini $160 dan hisoblab $3660 ga beraveramiz. Bu uzuni ham o'zi ishlab chiqarilganda tushadigan narxi bunaqa emas, lekin biz arzon olib qolganimiz uchun, arzon kelganligi uchun sizlarga ham shunaqa arzon narxdan beryapmiz. Mana shu qo'limdagi uzuni ham o'zimiz do'kondan olganman. Xuddi uzuvlarni ham ko'rsatib ol. Uzuvlarimizni assortimenti ko'p. Birinchi bo'lib ona baget uzuvlarni qo'lingizga taqib ko'rsataylik. Bularni narxlari bilan aytib o'taman. Shu qo'llarga taqayotgan uzuni $550 ga olsanglar bo'ladi. Bunisi bor, bu sal kichkinaroq, bu ham baget. Bunisiga taqaylik. Bu sal kichkinaroq keldi. Bunisini $480 ga olsanglar bo'ladi. Va bundan tashqari ko'rinishi kattaroq uzuv xohlayotgan bo'lsanglar, mana bunaqa Daroshka uzuvlarimiz ham bor. Bunisi $990 chiqadi. O'zi standart sotilish narxlari bagetlarning o'zi ham $1000 ga yaqin. Mana bu katta uzuvlarni ham 1,5 mingdan qimmat olasizlar. Lekin bizdan shunaqa chegirmada arzon narxda olsanglar bo'ladi. Va qolgan uzuvlarimizni ham xuddi shunaqa arzon narxda, bularni ham Telegram kanalimizdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Bugungi videomizda Chorsuvdagi va Novzadagi filialimizda sizlar bilan birgalikda bo'ldik. Ustoz bilan shogirdda qilingan obzorlar, videolar yoqqan bo'lsa, bu videoga bitta like bosib keting va keyingi videolarda tilla haqida qanaqa ma'lumotlar qiziq bo'lyapti, qanaqa videolarni ko'rginglar kelyapti, izohlarda yozib qoldirsangiz, hammani yozgan kommentariyasini biz o'qib chiqib va shunga qarab turib yana videolarimizni davom ettiramiz. Va YouTube dan tashqari Instagramda ham, Telegramda ham blog yurg'izamiz. U yoqqa ham obuna bo'ladigan bo'lsangiz, bizni foydali videolarni ulashib boramiz. Obuna bo'lish uchun havolasini pastda qoldirdim.
va bizani kuzatishda davom etinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha.